Neymar Junior. To'liq ismi Neymar da Silva Santos Junior. 1992-yilda Braziliyaning San Paulo shtatining kichik bir Morgi das Cruzes deb nomlangan shahrida tug'ilgan. Otasi Neymar Senior, sobiq futbolchi. Onasi Nadine esa uy bekasi bo'lgan. Oilaning moliyaviy ahvoli murakkab edi, lekin ular Neymarning orzusiga ishonishgan. Aynan shu ishonch uni Santosgacha olib chiqa oldi. U yerda u o'zini butun dunyoga namoyish etadi. 2011-yil Neymar hali Braziliyadagi Santos klubida o'ynayotgan paytida dunyoni larzaga keltirgan bir gol uradi. U bu goli bilan Messi va Ronaldo kabi gigantlarni ortda qoldirib, Pushkesh mukofotini qo'lga kiritadi. Va shunday qilib, u Yevropada o'ynamay turib bu mukofotni olgan so'nggi futbolchilardan biriga aylanadi. Santos bilan 2011-yilda klublar o'rtasidagi jahon chempionatigacha chiqib, finalda Barselonaga mag'lub bo'ladi. Uning bu o'yinlaridan keyin uni Yevropa grandlari kuzata boshlaydi. Ayniqsa Barselonaga qarshi o'tkazilgan finaldan so'ng Kataloniya klubi skautlari unga alohida e'tibor bilan qaratishadi. Natijada 2013-yil yozida Neymar transfer bozorida katta shov-shuvga sabab bo'lgan tarzda 88 million yevroga Barselonaga ko'chib o'tadi.